qanaqa qilib bitta makiyaj bilan Jonibek shunaqa chiroyli qizga aylanganini ko'ramiz. 179 ta odam so'radi atak. Xullas Jonibekning 3 ta muammosi bor. Number 1 pora va shramlar. Haterlar qo'ymay yozavergani uchun porlarga eng moshniy kamuflaj Judy Dollni pudrali konsilerini suradi. Mana ko'rdinglarmi? Ko'rmasanglar ham ko'rdinglar. Problem number 2 ko'zini qovolari golden ratioda ko'zini slishkam kichkina ko'rsatar ekan, shunga qovollariga albatta sal to'qroq tenlar bilan chuqurlik beradi. Okay, problem number 3 Da Vinci bobomizni postulatlari bo'yicha ko'zim va og'zim orasi masofasi proporsional uzunroq ekan, shunga makiyaj bilan ko'zini pastroqga tushiradi, labini teparoqga ko'taradi. Va oxirgi muammo Jonini och qolganda qo'llari rosa qaltiraydi. Shunga strelkani chizganda xato chizib qo'ymaslik uchun shunaqa ingichka Xitoy podvodkalarini ishlatadi. Bunda xato qilish qiyin, to'g'irlash esa oson. Labiga esa qalam chizganda shunaqa akkuratniy turishi uchun kistechka bilan konturni sal xiraroq qiladi va ichiga qirmizi pomada suradi. Jonini har kunlik makiyaji tayyor. Kommentda esa Jonini skillariga baho berib keting.